Nechinchi kelishsiz? Birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Bo'kadan keldim. Nima bo'lyapti? Mana shu yerda bitta tomir bor. Ko'ringchi. Iya. Ha? Iya. Ha? Voy, yo'q. Yo. Nima? Voy, rahmat. Bugun tak do'stlar charchamasdan. Ertalabdan menga xudo xohlasa tog'ga boramiz. Chang o'tishga. Dilde armonum Derdim kov yoktur dermanım Tarif aylayın dostonum Korugen bolu bostonum Yediklerden sıbrastonum Hazon gülgen baharonum Yıkıldı tahtı saman Öttü 5 kunlik davranım Ben bir mahallar yaşadım Quyoşdek so'qqa bosh edim Yüzler için quyosh edim Yosh edim u bebosh edim Buni ham farqi bo'lar ekan, yumshoq qattiqroq u. Ham bo'ladi farq. Novichoklar yumshog'ini oladimi? Bunda yumshoqlar, novichoklar и скорость ham haydamaydi. Ashlarga. Скорость bo'lsa qattiqroq karbid. Lakaringlar. Sizlar mana komplektga nimalar kiradi? Kurtkasi, shimi, kaska, ochki kiradi. Mana bu kaskani ichidan kiyiladigan narsa alohida olinadi. Bu 35 ming ekan. Va pershatka olishingiz kerak. Qo'lingizga u alohida. Agar uyingizda bo'lsa olib keling. Biz olmoqmiz. U ham eng arzoni 150 ming turar ekan. Uni ham olamiz hozir. Do'kon nomi nima aka? Extreme. Extreme Prakat. Extreme Prakat. Qo'lqop oldik. Qo'lqoplar 30 ming naringiz. Sotib olamiz siz 100 mingga. Bo'ldimi, ketdikmi? Mayli aka, rahmat. Xo'p. Mana do'kon. Qo'lqop arangda chetda bor ekan. Reklama qilyapman aka. Qilmasmi kiyimi? Normalnimi? Kiyim bilan lijani bu yerdan oldik. Mana Extreme Prakat. Rahmatjon. Qo'lingizga ko'tarib oling. Mana kassasi, xullas keldik. Hamma karta olinar ekan. Biz 12 dan keyin keldik. 12 dan 4 gacha bo'lsa yarim kun bo'lar ekan. Yarim kun uchun 250 ming to'lanar ekan. Plus kartasi. Mana bu kartani olsanglar, pastda bu yerdan mashq qilib turib, keyin kanatka bilan tepaga chiqsa bo'lar ekan. Hamda hozir kirib mashq qilamiz. Keyin uchish o'rganib olsak, mabodo keyin tepaga chiqamiz mana bu. Bu yerda onlayn olsangiz bo'ladi, mana shu QR kod bilan. Uchoqimiz birinchisi hali, endi ketamiz. Odamlar yiqilib yuribdi. Mana. Şimdi videoga olib turish kerak ekanda yomon yiqilyapmiz. Mana rahmatjon. Ye. Надо было завершить поворот. Do'stlar 12 marta yiqilgandan keyin
Ozgina o'rganib oldim. Mana bunaqa X qilib qo'yar ekanda. Mana shunaqa. Tezlashib ketayotganda mana bunaqa oyoqni ochib, xuddi mana bu turibdi-yu. Shunaqa qilar ekan, bo'lmasa yiqilar ekan. Rosa yiqildim. Mana otish kerak. Mana yiqilishyapti. Mana yiqilib yotibdi. Mana Rahmatjon ketyapti sekin. Sekin. Bosing Rahmatjon. Ha? Yo'q, aka. Instruktor necha pul? 800 ming? Birga bir ishlasa. Yaqin. Qo'y bo'lsa 500 mingdan odam boshiga. Gruppa 500 mingdan odam boshiga. Nechta odam olasiz gruppaga? 2-3 odam bo'lsa, o'rganish effekti tezroq bo'ladi. Masalan, 10 odam bilan ham ishlasa bo'ladi. 10 odamga tushuntirish kechib ketadi. Soat yetmaydi. Masalan, 2-3 odam bo'lsa, yaqin yo'lda birga ko'proq ishlasa bo'ladi. 3 odam. Aka, men YouTube'ga video olyapman-da, xolasi reklama qilib qo'yib ketaman sizni. Qo'yavering. Nima gapirish kerak? Ha, gapiring mana. Ozgina nima qilish kerakligini o'rgatib ol, keyin. Assalomu alaykum. Hurmatli Amirsoy mehmonlari. Iloji boricha instruktor olinglar. Instruktor bilan ishlasanglar effekt yaxshiroq bo'ladi. Instruktorlar bor Amirsoyda. Hammasi yaxshi, masalan, udostroveniya olingan, Miroy standartda o'qigan bolalar hammasi ishlaydi. Iloji boricha instruktorni maslahat qilamiz. Instruktor bilan ishlasangiz tezroq o'rganasiz. O'zingiz o'rganishingiz mumkin, travma olish ehtimoli juda katta. Chunki skor tez bo'ladi, masalan, spust, balandlik, hamma joy. To'g'ri, men ham 12 marta yiqildim. Ehtiyotkorlik yuzasidan ham instruktorni tavsiya qilamiz. Aka, Rahmat. narxlarni bitta aytib o'tasizmi iloji? Narxlari shanba oddiqga 960 ming so'm bitta odamga, vzrosliga, gruppoyga 500 ming so'mdan odam boshiga yoziladi. Detski 700 ming so'mdan 14 yoshgacha. Bitta maslahat berking, nima qilishga bitta master klass. Tezroq o'rganish uchun. Tezroq o'rganish uchun birinchisi qo'rqmaslik kerak. Yiqilib, masalan, endi kiygan odam bir joyini sinib qoladi deb qo'rqmaslikka iloji boricha. Qo'rqmasangiz tezroq o'rganasiz. Birinchi o'rganiladigan narsa tormoz. Tormoz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'sha. Tormozdan keyin masalan pavorotlar etap-etap chiqib ketaveradi, tepaga balandga ko'tarilib. Tormoz uchun oyoqni mana otish kerakmi? Trigolnik qilasiz. Ha. O'sha trigolnikda ham tizzani oldinga bosib, bosh barmoqlarni bosib ishlash kerak bo'ladi. U mana shu holatda bo'ladi. Ba'zi istoykada. Mana. Mana ketaveradi. Mana shu holatda bo'lib qolish kerak. Bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi-a? Bu mumkin emas. Chunki bez bosilish kerak mana bunga. Bez bu yerga tushish kerak mana. Aha. Butun badandagi bez tushgandan keyin bu ishlashni boshlaydi. Oyoq bukilgandan keyin badanning besi bu yerda qolib ketadi, u yoqqa bez o'tmagandan keyin ish bermaydi bu. Ha, tushunarli. Shu? Mana katta rahmat. Ismingiz kim? Mansur ismi. Mansur aka, katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, yaxshi dam oling. Xo'p, rahmat. Biratan ket. Do'stlar, sal o'rganib oldim. Rahmatjon, men ketayotgan Rahmatjon. Rahmatjon. Voy, yo'qdami? Qo'lingizni ko'taring. Xo'p. Hamda yosh bolalar uchyapti, balonda maza qilishyapti. Mana. Bu yoqda yana 1-2 marta ozgina mashq qilsam, tushib chiqib yiqilib, keyin o tepada
balandi bor, o'shanga chiqib ko'ramiz. Xudo xohlasa. Alo. Oo, assalomu alaykum. Ko'p qoldi dilda armonim, dardim ko'p yo'qdir darmonim. Ta'rif aylayin dostonim, qurigan bog'u bo'stonim. Yetib keldi zimastonim, xazon bo'lgan bahoronim. Yiqildi taxtu somon, o'tdi 5 kunlik davronim. Men bir mahallar yosh edim, quyoshdek so'qqa bosh edim. Yuzlar uchun quyosh edim, yosh edim u bebosh edim. Do'stlar, tepaga chiqib oldik endi. Rahmatjon ishdan ham qoldi. Xo'p. Yo juda ham baland ekan, shunday qo'rqyapmizda tushishga. Odamlar lekin tushyapti, uchayotgan odamlar, tushib biladiganlar tushyapti. Daryoda bor ekan, daryo tomonda shu odam tushishga harakat qilib ko'ramiz biz. Bosib ketishmasin. Yiqilib yuribmiz mana bunaqa, mana tepaga chiqdik, tepaga chiqish xato ekan. Pastda yaxshilab o'rgan, keyin chiqish kerak ekan. Papa 20 metr degan joyga keldik. Hali vaqti uzoq boradigan joyimizgacha charchab ketdim. Oyog'im tomir tortishni boshladi. Maslahat beraman, bu yoqqa uchishni bilmasanglar chiqmaydi. Hozir biz yarmiga kelmadik, hali 3 tanmi? 4 dan 1 ga keldik. Orqaga qaytish haqida o'ylayapmiz. Ish qilib kechgacha tusha olsak bo'ldi pastgacha. Kechgacha pastga tusha olsak bo'ldi deyman. Oyog'im tomir tortishyapti. Yiqilib olmay, ichimga qor kirib ketdi. Xullas mazza bo'lyapti. Lekin kelib ko'rishga arziydi. Maslahatim kerak. Bir tushib ko'ring Rahmatjon, master-klass ko'rsatib. Oo. Lekin Rahmatjon o'rganib oldi. Men yomon yiqilyapman. Pizza degan anaqa usul bor ekan, o'shani o'rganib olish kerak. Tormoz berish. O'shani o'rganib olsangiz chiqsangiz bo'lar ekan. Dalchi turib davom etaman do'stlar. Billet bosib ketadi. Qani? Do'stlar, musaffo osmonni tomosha qilib, mazza qilib yotibman. Bu yoqda mana kanatga men yiqildim.
Rosa qiyin bo'lyapti, lekin уже ancha o'rganib qoldim. Ancha o'rganib qoldim. Chiqib to'g'ri qilgan ekanman bu yerga. Chiqsanglar o'rganasizlar. Yiqilasizlar, lekin baribir o'rganib olasizlar. Yana cho'tga tushib yuribdi. Mazza qilyapmiz lekin do'stlar. Kelinglar. Do'stlar, ikkinchi marta tushyapmiz уже. Mana 32. 35 dan boshlanyapti o'zi. Rahmatjon kelyapti bu yerda. Xullas, ancha-muncha o'rganib qoldim. Уже yiqilmayapman. Rahmatjon. Rahmatjon ham o'rgandi. Yiqilmayapti o'sha. Lekin oyog'im tomir tortyapti shunaqa. O'shanga qiyin bo'lyapti. Men urib o'tib ketmay yana. Urib o'tib ketmay. Zo'r. Intervyu berib o'tib keting. Kelish kerak. Maza qilish kerak. Taassurotlar qanaqa? Yoqdimi? Zo'r. Kelamizmi yana? Zo'r. Kelamiz? Zo'r. Bo'ldi, xudo xohlasa yana kelamiz. Hozir tushsak. Eslolmay qoldi. Ya bizaniki soat 4 gacha edi. Soat 4 dan o'tdi. Endi hozir tushsak nima bo'ladi, nima deydi, o'shani o'ylayapman. Bo'pti do'stlar, sovqotdik. Ketishimiz kerak. Ketdimi? Ketdik. Charchadingizmi? Charchadim. Yiqildingizmi? Necha marta yiqildingiz? Ikkinchi uchishimda 3 martami 4 marta yiqildim. Rahmatjon o'rganib oldim. Ikkinchisida meni anaqa olib ketdi. Belimdan arqon bog'lab, instruktor deydimi? Kelib olib ketib, pastgacha tushirib qo'ydi. Ana, yopilyapmiz уже hozir. Qolib ketasiz bu yerda deb. Olib ketishdi. Rahmat. Eldor aka degan odam ekan. Mazza qildik, mana tabiat juda chiroyli bo'lyapti. Bulutlar. Oyog'imdagi yechib tashladim, oyoqlarim og'rib ketdi. Hozir uyga yetib keldim. Benzin quydim, mana. Xullas ko'rsataman hozir. Ketayotganimda to'la qilib ketdim. Kelganimdan keyin zapravkaga kirib benzin quydim. Qataymi? Top 170 minglik 92 benzin bo'pti xullas. Amirsoyga borib kelishimizga yo'l kirasiga 170 ming ketibdi.